I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. And I wish on all the rainbows that I've seen. I wish on all the people who wishing on a star to follow where you are. 10 qirollik. Mening ismim Virjiniya. Men o'rmon chekkasida yashayman. Haqiqiydek o'rmon chekkasida. Otam ko'cha supuruvchi. Shu sabab biz markaziy xiyobon chetidagi xonadonda yashaymiz. Balki siz otasi bilan yashash zerikarli deb o'ylarsiz. Kim bilsin, ehtimol, ammo uning yagona yaqin insoni menman. Doim do'stlarim va otam orasida sarsonman. Shu sabab men shunchaki xiyobondagi grill barda ofitsiant bo'lib ishlayman, ammo bir kun kelib sherik topolsam o'z restoranimni ochaman. Umuman menga ovqatni farqiga boradigan yaxshi bir odam kerak. Mana buni qara. Simni uzib ketishibdi. Bu chilangarning ishi, lekin mendan boshqa kim ham qilardi? Qayoqqa ketyapsan? Ishga albatta, har doimgidek. Aytgancha qaytganingda har ehtimolga qarshi zinapoya orqali chiq. Memorial Oppog'oy hibsxonasi, 4-qirollik, kechki soat 6:02. Kim bu? Chekka provinsiya, 4-qirollik, kechki soat 6:03. O'zi biz qayoqqa ketyapmiz? Bintaunga, qirolligingizni janubiy chegarasiga ser. Toj kiydirish marosimingiz uchun toj olamiz. Namuncha uzoq. Qachon ov qila olaman endi? Sabr qiling, ser. Yo'l-yo'lakay bir muddatga Oppog'oy zindonida ham to'xtab o'tamiz. Qishloqlarni jinim suymaydi. U yerda yashovchi qishloqlarni ham. Onangiz yana af so'rab, iltimosnoma yozibdilar. Biz albatta rad etamiz. Bu shunchaki ehtirom yuzasidan tashrif bo'ladi. Bas qatlarsing, o't bu yoqqa. Bas Qandaring, yana o'zingizni trollman deb aytaysizlarmi? Uyalsangiz bo'lardi. Kechiring ota. Kechiring otajon. Boshqa qaytarilmaydi. So'nggi marta oralaringizga tushyapman. Ota, sehrli boshmog'ingizni yeching. O'zim bilaman. Bilasanmi, nimani o'ylab qoldim? Menimcha, bu mamlakatga faqat mendek odamlar kerak. Ular 6 joyda ishlab, sillalari qurib arzimas chaqa oladilar. Yana 10-15 yildan keyin bu mamlakatda erkinlik barbod bo'ladi. Aniqrog'i, bir-birini qo'llaydigan insonparvar jamiyat kasodga uchraydi. Tabiiyki, adoyi tamom bo'lamiz. Kabob uchun tayyorlangan qovurg'alar mikroto'lqinli pechning ichida. Toni,
Men yarim soatdan beri liftni chaqiryapman. Tuzatib qo'ygansan deb o'ylovdim. Ha, ser. Ammo yana buzishdi. Unda tezgina tuzat. Hali qozonxonani ko'zdan kechirishing kerak. Bunaqada hammamiz aqldan ozamiz. Quvurlarga havo tiqilgan. Butun issiqxonani suvini chiqarib tashlamasak bo'lmaydi. Bo'ladi. 9-xonadondagi suvni to'xtataman-u, shunda Tony. o'ynayman. Senga shuni aytib qo'yay. Ko'plab odamlar joyingni egallashni istaydi. Ko'pgina odamlar. Suvni to'kmish. O'zingizni suvingizni siqib chiqarish kerak. Xayr, dada. Xayr, to'xta. Xiyobon orqali yurma. Va'da berasanmi? Ha, Plashing qani, kiyib ol. Darvoqe, menga tushlikka nima qoldirding? To'xtang. Bu yoqqa keling. Ashaddiy jinoyatchilar uchun qattiq qo'riqlanuvchi bo'linma. Ha, shunchaki ajoyib. Gilam poyandozlar qani? Aminmanki, ular tashrifingizdan yaxshi xabardorlar, janob oliylari. Jinurgur elflar. ha, sen haqsan. Ey tartib, bizga bu yerga kirish mumkin emas. Ota, bu yerga hech kimga kirish mumkin emas. Ular bu yerda qirolichani saqlashyapti. Mahbuslar bilan gaplashish qat'iyan taqiqlanadi. Safsata. Mutlaqo mahbuslarga qo'l uzatish taqiqlanadi. Bo'lmagan gap, safsata. Ovqatni shu yerda qoldiring. Qayoqqa ketyapsiz, axir? Axir bu tuzoq. Tuzoq Yo'q, ota, gapirmang. Eshikni oching. Eshikni oching va siz istagan narsangizga erishasiz. Giles. Ichkariga kirmang. Savdogarlar ham. Kim bor? Giles. Aha, salom shahzoda. Qani? Mana. Tazriniya. Demadingmi? Ha, juda soz. Mana. Singilcham bilan tanishganmi deysan, ha? O'zim bir yo'qli qilay. Men birinchi. Yo'q, men birinchi. Men doim boshlab Jim berganman. bo'linglar. Uzoq yo'l bosib kelding, Wendell. Endi biroz vaqt shu yerda bo'lishing kerak. Mening kichkina tentak o'g'ilginam. Sen bu qilig'ing uchun javob berasan. Nimalar deyapsan? Hali oyog'imni o'pib, yegulik so'raysan. Bilasanmi bu nima? Bu ajab tovur it. Sehrlangan ko'ppak. Itlarni yaxshi ko'rasan, Wendell. Endi umringning oxirigacha it bo'lib o'tasan. Qani, kela qol shahzoda Wendell. Nega odamlarga qarab quryapsan? Ushlanglar uni. Ushlang. Tutinglar uni! Tiriklayin olib kelinglar menga! Tutamiz. Hech qayoqqa qochib ketolmaydi. Axir biz zindondamiz-ku. Xo'sh, a'lo hazratlari. Ahvollaringiz qanday? Qani. Meni dumim qayoqqa yo'qoldi? Nazarimda, odam ulg'aygani sari
qandaydir g'ayrioddiy narsalar yuz bermasligiga ishonib qolarkansan. Balki bu yaxshilikkadir. Hoynahoy ba'zilarga sokin va bir maromdagi hayot nasib etgan. Hoy, meni qo'yib yuboringlar. Qo'yib yuboringlar. Bizga yegulik beringlar. Kechadan beri tuz totganimiz yo'q. Bizni ozod qil. Kalitni ber, ozod qil bizni. Dahshat.net taqdim etadi. Sen Oh, salom. kimsan? Shunchaki nohaq bandi qilingan yaxshi bir yigit. Savolimni takrorlasam, o'zingga yomon bo'ladi. Men yarim Shh. Men yarim bo'riman. Agar sadoqatli qulim bo'lishga so'z bersang, seni ozodlikka chiqaraman. Oh, nonushta, tushlik va kechki taom va men seni quling bo'laman. Sodiqlik mening oliy xislatim. Men shahzoda Vendalni itga aylantirdim. Zo'r fikr. Uni trollardan oldin topishing kerak. Trollardan To'xta. Menga o'z irodangni ber. Axir men senga hukmronlik qilishim kerak. Shundaymi? shunday. Voy la'nati, nimalar bo'lyapti? Wow! La'nati elf, qayerdamiz? Wow. Buni qaranglar. Bu 9 qirollikni hech biri emas. Biz jodulangan o'lkaga tushib qoldik. Ana u yo'qdilarga bir qarang. Minglab shamlar yonayotganga o'xshaydi. Ha, nimasini aytasan? Bu qirollikni zabt etamiz, ha? Bundan buyon bu yerlarni bari va unda yashovchilar trollarga tegishli bo'ladi. Endi bu o'lkani nomi, uni qanday nomlaymiz? Uni nomi nima bo'ladi? 10-chi qirollik. 10-chi qirollik. Bir oyda Opog'oyning qudratini parchalayman. Vandalning qasrini va qirollikni bosib olaman. Meni ozod qilganing uchun senga uning yarim qirolligini beraman. 4-chi qirollikning yarmi bu juda ulkan hudud. Rejang qanaqa? Biz nima qilishimiz kerak? Farzandlaring yordamida shahzodani tutishimga yordam ber. Bor yo'g'i shumi?
Va tabiiyki, bu yerda ko'rganlaring haqida hech qayerda lomim dema. Qirollikning o'zimga yoqqan bo'lagini tanlaymanmi? Ey xudoyim, uni urib yubordim. Tirikmisan? Kechir meni. Eging qayerda? Hatto bo'yin-bog'ing ham yo'q. Chakagingni ochar. Yur, bu yerdan ketamiz. Qani, yurlaring. Shoshmang. Ana. Salom. Hamyonam. Qaranglar, bu sharm emas. Nima balo? Bularni tuzukroq boshmoqlari yo'qmi? Bu yana nima bo'ldi? Bu yana nima? Qoyil. Sehr jodu-ku. Yo'q, Virginia. Bu yerdan ketamiz. Ana u yerda nimadir yuz bergani aniq. Qarab ko'ringlar. Itni jini. Buzoq terisidan bejirib yangigina. Ko'ryapsizlarmi? Ay, meniki. Menga ber. Bu meniki. Nima? Topib olishingiz bilan qaytaring, Virginia Louis. East Street 81-ko'cha, 2-uy, 2006-xonadon. 81-ko'cha. Shunaqami? Bu yerda shunday yozilgan. Ketdik. Qani ketdik. Ketdik. Go'sht. Salom. Voy, qayerda eding? Yo'qligingni sezdirmay turdim. Rahmat. Senga nima bo'ldi? Peshonang qon-ku. Velosipedim majaqlandi. Hamyonim yo'qoldi. Lekin yangi yigit topib oldim. Xush kelibsan. Qaraysan? Uni velosipedim bilan turtib yubordim, lekin menimcha u jarohatlangani yo'q. Voy. Ismi nima ekan? Bo'yin bandi ham yo'q edi. Rostam. Qani ko'raylikchi. Haqiqiy shahzodaning o'zginasi. Rostammi? Ha, salom shahzoda. Qanday mazali. Nega bu yerdaligini unutma. Shahzodani topish, valiahdni topish. Lekin bu ham ovqat yeyish kerak, to'g'rimi? Och qorin bilan ishlab bo'larkanmi? Salom. Nima? It kelyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Foydali va mazalini birlashtiramiz. Xo'sh, sen shu yerda qolasan. Men esa yoningga kirib turaman. To'polon qilma, bo'lmasa seni deb ishdan haydaman. Yo'qsa ko'chaga quvib chiqaraman. Bizning maxsus taomimiz qo'y go'shti. Qo'y go'shti. Jajjigina, yangigina tug'ilgan qo'y go'shti. Yoshgina, mayingina. Yaqindagina yaylovda o'ynoqlab, sakrab yurgan bo'lsa ajabmas. Mayin yunglari shamolda xilpirayduna. Bas qil, o'zingni qo'lga ol. Podachi otarni o'z holiga tashlab qo'ygan, mazza qilib uxlab yotibdi. Voy, barragina qo'zichoqlar-ey. Lekin men uni yemayman. Agar qo'zi biqini yoki yog'liqqina lahm go'sht bo'lsa, yo'q, ochofat emasman. Yo'q, yolg'on gapirdim. Unday demoqchi emasdim. Mening ishtaham karnay. Men ochko'z go'llohman. Ha, ochko'z go'lloh. Voy, ey! Ming la'nat! Jin ursin!
Hey, bu nimasi? Hey! To'xta. Bizga izvosh berishdi. Xo'sh, nima tanladinglar? Yo'q, uni pishirish shart emas. Aytmoqchimanki, uning qozon o'choqqa qarab o'takasi yorilib ketadi. Shuning o'zi yetarlidir. Kartoshka, sabzavot kerak emas. Faqat lahm go'sht. Qip qizil. Qizning yanog'idek qon talash bo'lsin. Kechirasiz, eshitolmay qoldim. Menga bir ko'za margarita, diyet kola va ikkita pivo. U meni xotinimga. Ma'zur tutasiz. Men hozir. Shoshmang. Bo'ldi. Seni haydamasam bo'lmaydi. Xavf xatar. Bo'pti, Kendi. Juda kulgili chiqaver endi. Demak, buni sen yozibsan-da. Bir marta vovulla. Xo'p, 2 marta vovulla. Xo'sh, qo'y go'shti bilan 6 stakan sut buyurtirganmidingiz? Shunday. Yodimdan chiqay Nima debdi. bo'ldi? Men it topib olgan jonon qizni izlab yuribman. Ha. U hali sizniki edi. Ha, Virjiniyaga aytaman, u yoningizga keladi. Demak, sen gapimga tushunayotgan ekansan-da. Sekin! Xavf-xatar kimga kelyapti? Ikkimizgami? To'xta. Shoshma. Bu yoqqa mumkin emas. Uyiga ketgan bo'lsa kerak. Yiqilganida lat yegan chog'i. Sho'rlik yaqni go'shtim. Aytingchi, u qayerda yashaydi? Unga minnatdorlik bildirmoqchi edim. Sizga uni manzilini ayta olmayman. Axir sizni tanimayman-ku, to'g'rimi? Yo'q. Ayta olasan. Mana mening uyim. Endi esa ket. Bo'pti, bir kechaga qola qol. Lekin keyin daf bo'l, tushundingmi? Aqlda ozish mumkin. It bilan ham gaplashadimi odam? Meni tinchlantirishning keragi yo'q. Bu qo'shnimiz Grace xonim. Uning eri va o'g'li Erik. Ularga nima bo'ldi ekan? Shoshmay tur. Otamdan xabar olay. Dada. Dada. Ko'zingizni oching. Xo'sh, nima deysan? Qara! Ya tavba! Yumshoqqina. Ajoyib. Juda ajoyib. Qani o'girilchi. O'giril.
Salom qizgina. Nega poyabzalingizga qarab yurmaysiz a? Judayam xarob-ku. Mana bularga bir qarang, ahvoliga qarang. Nima bu? Nima ahvol? Judayam zo'r boshmoqlar bor ekan. Faqat judayam kichkina. Uyimizda bunaqalardan 100 jufti bor. Mana bunaqangi narsalarni farqiga boramiz. Kimsizlar? Otamni nima qildinglar? U uxlab qoldi. Biz uni sehrli kukun bilan tinchitdik qo'ydik. Qanaqasiga? Men pahlavon trollman. 9-qirollikning dahshatiman. Men troll jononman. 9-qirollikning vahimasi bo'laman. Men esa Vaysaqi trollman. 9-qirollikning olabo'jisini o'zaman. Endi uni qayerdaligini ayt. Sizlarga nima kerak? Shahzoda Vendel qayerda? Kim? Gapir. Ko'ppak qani? 3 soniyada aytmasang, seni shippat chaylantirib qo'yamiz. Bir bo'lak terini kesib olaman. 2 shippakni qolipini qirqaman. 3 yelkangni choklab tashlayman. Yo'q, bo'pti, hammasini aytaman. U ana bu yerda. Shu yerda. Faqat tashqarida. Qani bizni boshlab bor. Qani? Qani boshla. Sekinroq, bunaqa. Qol. Yur. Boshqani u. Anavi eshik oldida. Biqinib o'tiribdi. Yur. Hozirgina bu yerda xona yo'qdi-ku. Sen makkorasan. Ushbu film dahshat.net sayti tomonidan HD formatda tayyorlandi. Qani u javob ber. U shu yerda. Men maxfiy eshikni ochib, u bekingan joyni ko'rsataman. Yo'q. Bu tuzoq. Eshikni och. Voy, ay, iflos. Og'ridi. Eshikni och! Eshikni och! Bu yerdan qochamiz. Otamga hech narsa bo'lmaydi. Ular sening izingga tushishgan. Voy, sizga nima kerak? Keting. Xayrli oqshom. Trolllar siz bilan uchrashib ulgurishibdi-da chamasi. Mayli. Faqat bugun, faqat bir marta juda ham zo'r taklifim bor. Mening barcha moliyaviy muammolarimga qiron kelsin deb nomlanadi u. Yana bir qadam tashlasangiz politsiya chaqiraman. Bu hudud xususiy mulk. Kechirasiz. Yagona qizingizning qayerda ekanligi haqidagi axborotga ayrbosh tariqasida sizga mana bu sehrli lovyani taqdim etaman. Agar uni yesangiz, 6 ta eng katta istaklaringiz ro'yobga chiqadi. 6 ta. Xo'sh? Yaxshi, bu o'shami? Bo'lishi mumkin emas. Bu nima deganingiz? U juda ham shirali, do'mboqqina yetilib turgan qiz. Shirin va mazali. O'tmishimizga qiyos qilib shuni aytishi mumkinki, boshimizga kelgan afsonaning eng rasvosi mana shu bo'ladi. Adolatsizlikka ko'p uchraganmiz, ammo bunaqasiga emas. Bu qiz qudratli jodugar ekan. Men ham uning changaliga tushdik deb o'ylayman. Nima? Menimcha u bizni kichkinalashtirib, shkafidagi gugurt qutisiga solib qo'ydi. Kulgimni qistatma. Tushkunlikka tushib qolibsan-ku, Esingni yig'sang-chi, qanday qilib gugurt qutisiga tushib qolamiz, tentak? Gugurtlarni cho'plari qani? Bu
Qanaqa dahmaza? 6 buyuk istak. Barcha orzu armonlaring qoyil. Faqrona kulbanga qarab turib aytishim mumkinki, Nima? sen ko'p narsaga erishishni istaysan. Bo'lmasam-chi? Ha, nima deganing? o, Yo'q, yo'qol uyimdan, yo'qol. Ha, Bo'pti, ammo bu hazilmidi? yo'q, shunchaki bir necha istak bo'yicha kelishuv, 6 ta tilak. Buyurilgan istak takrorlanmaydi. 6 tadan kam ham ko'p ham emas, bo'lishi mumkin emas. Qani hal qil. Bo'la qol. Bu halol kelishuv. Aytchi, suyukli qizing qayerda? Undan nima istaysan? Topib olgan kuchukchamni qaytarib bersa bas. Kuchukcha? Ha, yana unga shaxsan topshiradigan tuhfam ham bor. Agar u ishda bo'lmasa, demak qaynonamnikiga ketgan. Oh. U yalmog'iz doim Virjiniyani menga qarshi gijgijlagani gijgijlagan. Qaynonangiz gullarni yoqtiradimi? Aytingchi. U qadrlaydigan yagona narsa bu pul, ko'p pul. Manzilini ayting, manzil. Tanishganimdan xursandman. Ey, to'xta. Uni ta'siri qanchaga yetadi? Tashvishlanmang. Birinchi 3 soat ichida qiyin bo'ladi xolos. Hamma tilak ro'yobga chiqadi. Mayli. Meni birinchi istagim. Meni istagim. Kim bor? Kim u? Bu menman. Salom. Ay, onang keldimikin deb mana. Hafsalangizni pir qilganimdan afsusdaman. Bugun siznikida tunab qolsam maylimi? Bir kun kelib u albatta qaytadi. Eshikni ham taqillatmay chopqillab kirib keladi, menimcha. Nima deb o'ylaysan? Balki u Aspenadadir. Qorni juda ham yaxshi ko'rardi. Menimcha onam allaqachon qaytgan bo'lardi. Chang'ida sayr uchun 14 yil juda katta muddat. Mayda gap bo'lma, jonim. Yo tavba, bu nimasi? Daydi kuchuk. Men uni asrab oldim. Uni ehtiyot qilmasang bo'lmaydi. Burgasi yo'qligiga ishonish qiyin. Burgalaring bormi, yo'qmi? Yo'q. Jim. Rahmat. Bilasanmi, sen ham jamiyatda yaxshi mavqeni egallashing mumkin edi. Meni kazo tanishlarim bor. Onangni Reid Carlondagi muvaffaqiyati beqiyos edi. 19 yoshida New Yorkdagi har qanday bo'ydoqni rom eta olardi. Xo'sh, keyin oxir oqibat kimni tanladi? Dadamni. Dadasinish. Onangga o'xshab o'z umringni xazon qilma. Nazarimda onangni qismati yana takrorlanyapti. Qahvaxonada ishlaysan. Qanday razolat. Kim biladi, kim bilan uchrashyapsan? Birorta oshpaz yordamchisi bilanmi? Yo'q. Sen suv quvurimni ta'mirlamagan bo'lsang kerak. Men shunaqa bo'lishini bilgandim. Ammo bunaqasi Men uddalayman. Nimalari bo'lganini tushuntirib beraman. Hozirroq ishga kirishaman. yo'q. Endi men ishga kirishaman. Qizing ikkoving shu bugunning o'zidayoq uyni bo'shatib qo'ying. Sen haydalding. Yo'q, ishdan bo'shatildimi? Yo'q, janob Meori. Sen yaramas ablahsan. Sen va oilang tovonimni o'pib, bir umrga qullarim bo'lding. Hozirgina nima deding? Xo'jayin.
Ketdik. Bu jodu yana qancha davom etarkin a? Ko'pga cho'zilmasa kerak. 100 yilmi? Eng ko'pi bilan 50 yil bo'lishi mumkin. Bo'lmasa, biz taqdirga tan berishimiz va bir-birimizni yeb qo'ymaslikka harakat qilishimiz kerak bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Bor yo'g'i 100 yil chidasak bo'ldi. Omadimiz kelib qolsa, balki 20 yilda ozodlikka chiqib ketishimiz ham mumkin axir. Ha, nima dedingiz? Adashdim shekilli, ma'zur tutasiz. Virjiniyaning buvisini izlab yurgan edim. O'sha men bo'laman. Bo'lishi mumkin emas. Uni singlisiman deyishingiz mumkin. Bolani onasi ham bo'la qoling. Shunda yosh sohib jamol, uni buvisi bo'la olmaysiz. Qo'yinga pardoz qilishga ham hali ulgurmagandim. Kirsa maylimi? Sizga gul taqdim etmoqchi. Lekin kimsiz? Men Virjiniyaning qallig'iman. Biz unashtirilganmiz. Unashtirilganmidingiz? Bu haqida menga aytmagandi-yam. Buni undan kutsa bo'ladi. Nihoyatda kamtarin u. Boshqa qizlar badavlat merosxo'r bilan nikohdan o'tganlarni olamga jar solgan bo'lardilar. Virjiniya unaqalardan emas. Albatta. Kira qoling. Faqat men kiyinib olay. Mayli, kiyinavering. Bemalol. Yaxshi, haligi menga bitmas tuganmas ichimlik tayyorla. Ikkitaginami? Bu bilan maishat qilib bo'larkanmi? Hoy! Mari, sen buni bir ko'rib qo'y, sovutkiching ichida. Mana bu nima qilyapsan? Nazarimda unchalik toza bo'lmadi. Yana yalasam maylimi, xo'jayin? Nima deding? Menga tilingni ko'rsat. Mayli, yana 5 daqiqa. Xo'sh, onaxon eshikni uddalayapsanmi? Tayyor bo'lib qolay dedi xo'jayin. Tezroq bo'l. Yo'q, shoshma. Yo'q. Bir martasi ham yetadi. Uni men uchun och. Yana nima tilasam ekan? Yana uy tozalagachim bo'lsin. U uyni meni aralashuvimsiz tozalasin. Hopmi? Uyni tozalash lozim. Bu yer juda chang ekan. Uyni tozalash lozim. Changni tozalash kerak. Uyni tozalash kerak. Changni tozalash kerak. Uyni tozalash kerak. Men judayam yomonman. Nahotki shunga qodir bo'lsam? Yo'q. O'ylashimcha siz kartoshka bilan juda ham xushxo'r bo'lib ketasiz. Uyingizda sarimsoq bormi? Rozmarinchi? Menga nimalarni tiqishtirishdi-ya, quritilgan o'to'larni. La'nati! Yo'q, siz o'choqqa sig'maysiz. Butunligicha pishirib bo'lmaydi ham. Nimalar qilyapman? Sizni yechib yuborishim kerak. Yechib yuboraman hozir. Qo'rquvdan esni yo'qotgan kampir shoh. Sizni yechishim lozim, lekin avval bir bo'lak yog'ni eritib olay tovada. Mehmonlar uyg'onishdi. Nonushta hali tayyor emas. Buvijon, Kela qol jonginam.
buvijon, Kiraver azizam. xayrli tong. Nonushtaga nima yeysiz? Qahva olib kelaymi? Sizga nima bo'ldi? Shamolladingizmi? Buvi, Surpriz! Suratdagidan ko'ra ancha yoqimtoy ekan. Yo'q, qayg'urdan kelib qoldi. Yo'q. Ha. Yo'q. Uni yo'q. Aytganda yo'q, shoshma, to'xta. Menga aytchi, it qani? Hamma shahzodalar singari uxlab yotgandir. Biram xushbo'ysanki. Men seni ta'mini his qilib turibman, Virginia. Ammo faqat jismingga ishqibozman, ruhing o'zingga siylov. Ayniqsa o'z xushbo'yligidan vahimaga tushmaydigan qizlarni jonimdan ortiq ko'raman. Sen xuddi yakshanba tushligi kabi yoqimli is taratyapsan. Judayam yoqimli. yaqinlashma menga. Charos ko'zlar, marvarid tishlar. Ha, bari benazir. Bunga shubha yo'q. Senga ishqim tushib qoldi. Men seni ammo xavotir olma. Men seni sira ham yeb qo'ymayman. Yemayman deyapman-ku. Bilaman. Bu sen uchun ochiq osmondagi chaqmoq kabi bo'ldi, ammo ayt, uchrashib turamizmi? Xo'sh. Tanishuvimiz sal yopishmayroq turibdi. Bunga o'zim aybdorman. Iltimos, menga imkon ber. Sen juda chaqon xonimchasan, shubhasiz. Ey xudoyim. Buvijon. Yo'ldan qoch, yo'lni bo'shat. Yo'ldan qoch, yo'lni bo'shat. Hammasi joyida. G'oyat ajoyib. Changni tozalash kerak. Boring, boshqa ish bilan shug'ullaning. Bu erimni soati o'zi ham sof oltindan ishlangan. Buni qalbaki emasligiga ishonching komil. Nimalar deyapsiz, xo'jayin? Erim 40 yoshga kirganida sovg'a qilgandim. Bu aslida sizga munosib. Endi hamma mol-mulkimiz sizniki. Sohibim. Kimdir liftda tiqilib qolgan chamasi. Qandaydir shovqin eshitilganday bo'lyapti menga. Shundaymi? Agar sezgan bo'lsangiz, endi men sizga usta farang emasman. Buzilgan ashqol-dashqollarni o'zlaring tuzatlaring. Xo'p bo'ladi. Maroqli xordiq uchun ozroq mullajiring kerak bo'lib qoldi-ku. Sen $1,000,000 ga qalaysan? Voy! Voy! Men endi boyvachcha. Palin emas, men bilan bir so'rashib ko'rchi. Eng so'nggi filmlar faqat dahshat.net saytida. Sizga yordamim kerak emasmi? Butun umidim sizdan. Men sarosimaman. Sizni Pol yubordimi? Oldimga kelmoqchi ekanligingizni aytgandi. Aytingchi, men o'zi bu yerda nima qilyapman? Bunaqa qiyin savollarga o'tishdan oldin sal yaqinroqdan tanishib olsak. Qiyin bo'lganda qandoq? Gap bunday. Men sizga so'zlar aytaman. Siz ham xayolingizga kelgan birinchi narsani gapirib berasiz. Bo'pti. Xo'p, ana. Boshladik. Uy, Ovqat. qo'rqoq, Jo'ja. to'y, Balish. murda, Go'sht.
do'sting, Oh. Ishtaha. muhabbat. Oh, do'mboqqina bir jononni yamlamay yutsam. Uy. Ay, kechirasiz, ko'proq so'z aytib yubordim. Boshdan boshlaymiz. More, bu kulguli-ku. To'xtang. Xotiningdan boshqa hamma daf bo'lsin. Qarindoshlariga buncha ko'pligini bilmagandim. Bo'lmasam-chi, xo'jayin. Chiqindini so'ramiz. Doimay. Hoy, nima Uyni qilyapsan? tozalash kerak. To'xtasang-chi, to'xta deyapman senga, to'xta. Chiqindini so'ramiz. To'xta deyapman. To'xta. To'xta. Doimay. Bo'ldi, to'xta. Nimalar bo'lyapti o'zi? Mana! Chiqindini so'ramiz. Battar bo'l. Qani, ketdik. Yuqoriga chiqish yo'llari to'silsin, olg'a. Men uni to'xtata olmayapman, xo'jayin. Rahmat, minnatdorman, xo'jayin. Hozir mana bunday qilib tortamiz endi. Mana bunday. Hozir mana shuncha urindim. Bo'lmadi. Sohibim, shoshmay turing. Shoshmay. Qani yo'lni bo'shat. Ana! Yur men bilan. Bo'ldi. Yur deyapman. To'xtang. Shoshmang, sohibim. Jim, qo'lingni ko'tar. Voy, nima Qo'lingni ko'tar. Hamma yopsin. Men nima qildim? To'xtang, axir to'xtang. Nima qilmoqchisiz? Qo'yib yuboring meni. Buni qarang. O'g'irlangan pullar. Yo'q, to'xtang. Men bu pullarni uyimdan topib oldim. Bugun xonamdan chiqqanim yo'q. Bu kishilar tasdiqlashlari mumkin-a? To'g'rimi? Shunday, xo'jayin. Kuni bilan hech qayoqqa chiqqanim yo'q. Do'stlarim bilan maishat qildim. Nazarimda, mendan nimanidir yashiryapsiz. Sizni ko'proq nima bezovta qilyapti? Bo'pti, yaxshi doktor. Men ketvorgan bir qiz bilan tanishib qoldim. U menga juda ham yoqib qoldi. Juda. Lekin gap shundaki, Davom etavering, gapiring. Aytavering. hech bir qarorga kela olmayapman. Uni sevsammikin yoki yeb qo'ysammikin? Shunday deng. Bunga meni ota-onam aybdor. Ular razil edilar. Ular beto'xtov kavshanishardi. Men ham har kuni maktabdan qaytayotganimda kimnidir ushlab yeb qo'yardim. O'zingizni ayblamasligingiz kerak. Aybdorman. Men juda yomonman. Juda ham yomonman. Shunaqangi vahshiymanki, ammo bo'riga aylanib qolgan vaqtimdagina shunday qilganman. Doktor, men tuzalmoqchiman. Yaxshi odam bo'lgim kelyapti. Nahotki yo'lbarsning qo'zichoqni erkalatishga haqqi bo'lmasa, qoplon uloqchaga do'st bo'la olmaydimi? Mana shu yer seni topib olgan joy. Kel, yaxshilikcha ajrashaylik. Bo'ptimi? Men bu kabi mojarolarga ishqiboz emasman. Tushunmayapsanmi? Men dastyor bo'lib ishlayman. Sarguzashtlar menga tegishli emas. Bu odamlar qancha yashiringaning bilan baribir topadi seni. Tezroq ketishim kerak. Endi boray. Bo'pti. Alvido. Siz albatta mana bu adabiyotlarni topishingiz kerak. Yaxshi. Bir haftadan keyin oldimga kelasiz. Siz tushunmayapsiz chog'i. Keyingi hafta men yo'q bo'laman. O'zingizga suiqasd qilish bilan meni qo'rqita olmaysiz. Xo'p, mayli. Ey xudoyim. Agar siz talabimizga binoan olib sotarning ismini aytsangiz, siz uchun afnomi so'rashim. Olib sotar, men giyohvand emasman. Jodulangan zamburug'dan urib olganingiz uchun ham pullarni qayerdan o'marganingizni eslolmayapsiz. Jodulangan urug'? Yo'q, siz xato qilyapsiz. Men Men liftni tozalab qo'ygandim. Mana ko'rasizlar, biz bu afsulni parchalaymiz. Men senga ishonaman. Men yana ham ko'proq ishonaman. Menchalik qattiq ishona olmaysan. Ishonaman. Menchalik emas. Men jim bor. Men mana senga. Mana. Harakatlanyapmiz. Pastga tushib boryapmiz. Bu yaxshimi yoki yomonmi? Hozir jahannamga qulaymiz, tayyorlaninglar.
hech qanaqa jahannam emas, tentak. Biz axir shu yerdan kirganmiz. Bu haqiqiy sehrgarlik. Buni qanday qilib uddalading? La'nat alvasdilar. Jo'nab qolaylik. Bo'ladimi? Uzr, menga shu ro'yxatdagi hamma narsalar va foydali deb topganingiz nimaiki bo'lsa kerak. Agar ishim baroridan kelsa, sizni to'yimga taklif etaman. Bu menga. Maylimi? Bunisi ham meniki, bu ham menga. Qo'y, balki kelishib olarmiz. Men istagan narsangizni beraman. Ko'nglingiz tusaganini jiddiy aytyapman. Eng so'nggi rusumdagi kemalar, mashinalar, jononlar, xohlaganingizni so'rang. Bu gaplaringiz bilan ahvolingizni og'irlashtiryapsiz. Iloj, boshqa choram qolmadi. Shu ondayoq politsiyachilardan qutulishni istayman. Debga ishlamayapti. Orzuyingdagi qizga qanday uylanish mumkin? Juda menbop narsa ekan. Voy, bu nimalar bo'lyapti o'zi? Yo'q. Ushlang uni! To'xtating uni! Qochib ketmasin! To'xtating! Ushlang! O'rab olinglar! Ochilmayapti! Bo'ling, tezroq! Rahmat. To'xtang, hali haqqini to'lamadingiz-ku. Senga yordam bera olmayman. Chunki kimligingni ham bilmayman. Bu haqiqatdan ham shunday. Ket jo'na, bo'ldi. Omad yor bo'lsin. Axir meni gunohim yo'q. Virginia. Dada? Dadajon! Boshimga tushgan narsalarni tasavvur ham qila olmaysan. Aytmasangiz ham bo'ladi. Qochdik. Yur. Uni ortidan tezroq. Mana bu o'sha yigit axtarayotgan ko'pakmi? Bu menimcha haqiqiy it emas. U nazarimda menga nimadir demoqchi yoki xabarini bermoqchi. Lekin nima deyotganini tushunmayapman. U nimadir demoqchi. Ha, yaxshi, qarab tur. Mana shu it nima demoqchiligini tushunishni istayman. Nima? Sizga katta xavf tahdid solyapti. Epladim. Ro'yobga chiqdi. Nima? Joningiz shirin bo'lsa, mening aytganimni qiling. Dada. Jim. Nima? Biz qaytish yo'lini topishimiz kerak. U gapiryapti. Sen uni tushunyapsanmi? Yo'q. Yuring, berkini. Nega ular sizni qidirishyapti? Nima uchun kishanlangansiz? Ular meni bosqinchi deb o'ylashyapti. Nima? Buni keyin tushuntiraman. Valdirashni bas qiling. Sehrlangan ko'zguni topishga yordam bering. Ketdik. U ko'zgu allaqanday o'zgacha. Siz u ko'zguga ahamiyat berib boqishingiz kerak bo'ladi. Nima, endi ko'zguni qidiramizmi? Albatta. Hamma yoqni bir qarab chiqinglar. U qayerdadir shu atrofda bo'lishi kerak. Qaranglar. Ana. Juda g'alati. Ana ular. Yuringlar. Ana ular. Jonidan umidi borlar ortimdan yursin. Yugurdik, ketdik. Yur. Biz qayerdamiz? Bilmadim. Ammo markaziy xiyobonda emasmiz. Ortimdan yuringlar. Iting u bilan borishimizni buyuryapti. Tezroq. Ularga nima bo'lgan? Seni boshingdan o'tgan savdo bu.
Trollarning uxlatuvchi kukuni. Ha, uni ta'siri tugayapti chog'i. It yana biron nima dedimi? Ha. Ketdik. Ketdik. Biz o'z qirolligimizga ega bo'ldik ham deylik, keyin nima qilamiz? Men buni bilaman. Bizning xizmatkorlarimiz bo'ladi. Ming-minglab qizlar boshmoqlarimizni yaraqlatib tozalashadi. Dada, uyga ketaylik. Men hozir qayta olmayman. Politsiyachilar meni qidirib yuribdi. Lekin biz bu yerda qola olmaymiz axir. Jam, trollarning hidi kelyapti. Sekin bu trollar yaqinlashyapti deyapti. Ziyofatlar uyushtiramiz. Bazmlarda shippaklarimizni soatiga 6 martalab almashtiramiz. To'g'ri, iflos boshmoqda yuradiganlarning og'zini esa yelimlab tashlaymiz. Boblaymiz. Endi yursak bo'ladi. Ortimdan qolmang. Yo'q, to'xta. Biz sen bilan keta olmaymiz. Qayerdamiz o'zi? Biz qirolligimning eng janubiy chekkasidamiz. Menga o'gay onam hamla qilib, kuchukka aylantirib qo'ydi. Bu oppoq oy davlat zindoni. Turmada barcha 9 qirollikdagi o'ta xavfli jinoyatchilar saqlanadi. Tushunmadim. 9 ta nimalik? Qirollik. Men valiahd Vendel bo'laman. Marhuma Oppoqoyning nabirasi va 4-qirollikning bo'lg'usi hukmdori. Siz kimsiz? Men Tony Luisman, ko'cha supuruvchi. Qizim Virginia bilan esa nazarimda tanishib olgansiz. Trollar qirolligi. Qizil qalpoqcha o'rmoni. To'xta, bir daqiqa. Bu yer qanday joy o'zi? O'gay qiz, uyqudagi malika va boshqa ertaklar. Xullas, 200 yil muqaddam oltin asr edi. Siz aytib o'tgan xonimlar tarix yaratishgandi. Shu vaqtlardan beri ko'p narsa o'zgardi. Hamma umid qilgan baxtli onlar uzoqqa cho'zilmadi. Barcha qirolliklarning hukmdorlari toj kiyish marosimida ishtirok etmoqlari lozim. Qirolliklar juda ulkan. Biz favqulodda holatlardagina chegaralarni kesib o'tamiz. Seni ko'kbakka aylantirgan o'sha o'gay onang kim o'zi? U olamdagi eng xavfli va yovuz ayol. Unda g'irt qaynonamning o'zi ekan-ku. Biz bu yerda kun bo'yi gaplashib o'tira olmaymiz. O'gay onamning zindonini topishimiz kerak. Ketdik. Virginia, biz uni izdan borishimiz lozim. Ana yur. Qaranglar. Kuchuklar kosasi bor u yerda. Endi it mening tanamni olibdi. Qanday yaramas qilmish. Bular nega kerak u ayolga? U mening ota-onamni zaharlagan. O'zimni ham o'ldirib yubormoqchi. Shundaydi. Bu yer qandaydir g'alati. Nima bo'ldi? Virginia, Menga nimadir bo'lyapti. ahvoling joyidami? Yaxshisi, tashqarida kutib tura qolaman. Bu yerda trollar bo'lishi kerak. Hech qayoqqa ketib qolma, tushundingmi? Eshikni oldida kutib tur. Virginia! Virginia! Shahzoda! Men qo'rqmayman, lekin odamlar meni it qiyofasida ko'rmasliklari lozim. Bundan juda ham uyalaman. Men seni itligingga ham, itvachchaligingga ham tupurdim. Virginia! Virginia! Qayoqada bo'lishdik-ekan? Trollarga ish buyurib bo'lmasligiga aqlim yetganda O'zingga qarab gapir. Men tufayligina hozir ozodlikda yuribsan. Shubhasiz, a'lo hazratlari. Buning uchun sizdan umrbod minnatdorman. Ammo men bu yerda ortib qola olmayman. Hech kim shahzodani bu ahvolda ko'rmasligi kerak. Bolalaring qaytishgach menga kuchukni berishadimi? Men senga yugurdak emasman, masxarabozman. Trollar qiroli. Buni yodingdan chiqarma. Albatta, hazrat oliylari. Vendel qirolligining yarmini sizga tuhfa qilaman. So'zimning ustidan chiqaman. Men uni qachon tasarrufimga olaman? Qachon? Tez orada. Jo'nashim kerak. Shundoq ham uzoq vaqt qolib ketdim. Tinchlan. Qayoqqa ketmoqchisan? Seni yashirinishing kerak. Qochib ketganingni sezishlari bilanoq yo'llarga soqchi qo'yib tashlashadi. Har bir uyni, har bir aravani tintuv qilishadi. Hammasini emas.
ushlab kelgani qaytarmiz. Iloji yo'q. Uxlatuvchi kukunni ta'siri ko'pga bormaydi. To'xtang, eshityapsizlarmi? Ular uyg'onishibdi. Bu yerdan qochish kerak. Malikaning g'azabi qo'ziydigan bo'ldi-da. Aytib o'sha malikaga. Biz 10-qirollikdagi jodugarni asir oldik. Tezroq otamizga so'zlab berishimiz lozim. Qani ketdik. Yalmozning otasi buyuk afsungar bo'lsa-ya, unda nima? Band qilingan sotat menimcha. Ha, shunday. Zindon boshi uni qirolichaning o'rnida ko'rgach, esi og'ib qolsa kerak-a? Nima? Hey, nimalar qilyapsizlar? Bu qandaydir sehr jodu. Yigitlar bilan kuni bo'yi uxlab qolibmiz. Turmaning har bir qarashini tintib chiqdik. Malika hech qayerda yo'q, ser. Men bu turmada 12 yildan beri boshliqman. Ish davrimda hali birorta ham mahbus qochishga muvaffaq bo'lmagan. Fazilatlaringiz chakki emas. Nima bo'lgan taqdirda ham meni shahzoda ekanimni bildirma. Nima uchun? So'raganda javob ber. Chunki Malika razilona reja tuzgan. Mening qirolligim xavf ostida. Ayni damda nochorligimni hech kim bilmasligi kerak. Bo'pti, ayt. Malika qani? Men uyimizga qaytishni va Virjiniya bilan hoziroq Nyu-Yorkdagi uyimizda bo'lib qolishni istayman. Afsunlaring ish bermay qo'ydi chamasi. Hoy, Toni, nahotki shu iflos narsani yutib yuborgan bo'lsang? Men hamma tilaklarimni sarflab qo'ydim. Qirolicha qanday qilib qochishga muvaffaq bo'ldi? Aytyapman-ku, men bundan bexabarman. Sen qanday qilib uni hibsxonasiga tushib qolding? Meni hech ham aybim yo'q. Hech qachon mirshab xonaga tushadigan ish qilmagan. Bo'lmasa nega kishanband qilingansan? Qurollangan bosqinchilikda ayblashdi, ammo unga ham hech qanday aloqam yo'q edi. Shunday davom ettiraver, Toni, gapni ham qiyib yuborar ekansan. Menga qarang, men boshqa odamman. Meni bu yerga mana bu itvachcha boshlab keldi. U aslida valiahd Vendel. Senga aytuvdim-ku, meni sotib qo'yma deb. Shahzoda Vendel. Ha? Bilasanmi? Men shunday qilamanki, sen naqd 100 yil tishlaring bilan tosh maydalaysan. Qasam ichaman, gapim rost. Bu qirolichaning kuchiga. Uni 3 yil zindonda saqlashga ijozat berilgan. Sen meni mazax qilmoqchimisan? Nimalar deyapsiz? Men to'g'risini aytyapman. Bo'pti, hozir haqligimni isbotlayman. Men akillamoqchimasman. U qaysarlik qilyapti. Menga qaranglar, meni qo'yib yuboring. Qizimni trollar o'g'irlab ketishdi. Bas qil. Hech qisi yo'q. Seni rost gapirishga majbur qilaman. Soqchi, kishanini yechib oling. Mahbuslarni xos kiyimini kiydirib, cho'chqa yong'oq laqabli pakana va burishgan bashara laqabli olabo'ji o'tirgan hibsxonaga joylashtiring. Burishgan bashara, men bunday badbaxt bilan o'tirishni xohlamayman. Qizim qani, qizim? Malikaning itini nima qilaylik? Biz uni o'ldirib yuboramiz. Kechki xo'ragiga margumush solib qo'yamiz. Ertaga esa jasadini o'choqda yondirib yuboramiz. Sen eshitdingmi? Anthony, eshitdingmi? Meni tilimni hech kim bilmaydi. Sen meni qutqarishing kerak. Qayiqqa o'tiramiz. Bo'linglar, tezroq, tez. Hoy, u meni qayig'im. Bo'linglar, qochdik. Sekin-sekinroq. Bo'lmaydimi? Qani ketdik. Seni joying o'rtada. Seni nega qamashdi? Men bankda yaxshigina bosqinchilik qiluvdim. 2 kishi jabr ko'rdi. Shunaqa gaplar. O'zingchi? O'ta og'ir jinoyat.
talonchilik maqsadidagi bosqinchilik. Meni laqabim cho'chqa yong'oq. Shohmi, tanchqi yoki ilgak, a? Yo'q edi-da. Agar shu yerda o'tirsang, menga bitta pichoq olib qo'yarsan. Xo'p bo'ladi. Senga o'ymakorlik yoqadimi? Agar badanimni o'yishmasa, Meni hunarimni ko'rib qo'y. G'oyangga qoyilman. Men burushgan basharaman. Men esa Toni. Seni nega qamashgan? O'ymakorlik uchun. Toni, men bilan do'st bo'lasanmi? Buning uchun nima qilishim kerak? Eshaver, kuchliroq esh. Eshyapman-ku. Qani bo'l, yana. Shoshmanglar, ishonchim komilki, Shahzoda Vendel toj kiyish marosimiga hozir yetib keladi. Valiahd uchun ustalarimiz 2 yil ter to'kib taxt yasashdi-ya? U kelmaydi. Yo'q, keladi. Vahima qilmanglar. Juda bir jiddiy sabab bilan ushlanib qolganiga aminman. Ko'ngilsiz yangilik. Qamoqxonadan qochish uyushtirilgan. Qirolicha qochib ketibdi. Qirolicha-ya? Yo'llarga soqchi qo'yilsin. U tezda qo'lga olinsin. Ajoyib xabar. Shahzoda Vendel kelayotgan emish. Xayriyat, u nima qilish kerakligini aytadi. O, mening shahzodam! Xush kelibsiz! Xush kelibsiz. Shahzodam! Xush kelibsiz! Shahzodam. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz, hazratim. Xush kelibsiz. Voy, Antoni. Men shu yerdaman. Shu eshikning ortidaman. Menligimni qayoqdan bilding? Hidingdan bildim. Hech kim senchalik badbo'y emas. Kasbim Pol yuvish. Sen nima deb o'ylovding? Senda bir bo'lak sovun yo'qmi? Nega kerak? Cho'milging kelib qoldimi? Yo'q. Joyingda tur, hech qayoqqa jilma. Shahzoda. Bu qamoqxona boshlig'ining belbog'idagi kaliti. Sovun bo'lagiga shaklini tushirib ol. U har damda kelib qolishi mumkin. Hozir. Tayyor. Bu yer dog' ekan, ser. Uyg'ona boshladi shekilli. Xayrli tong. Qani, yura xon, yur.
Biz rahmdil va jasur hukmdor shahzoda Vendilga xizmat qilishga ont ichamiz. Hammani uzoq va baxtli hayot kechirishi uchun tiklanishga ont ichamiz. Bu qanaqa talab bo'ldi? Loviya poyasidan bo'tqa. Qaynatilgan loviya? Loviya poyasi. Shunaqa ham ovqat pishirishadimi? Ta'mi xuddi eski ko'rpani hidiga o'xshaydi-ku. Yo'q, eskilatda ham go'shtni mazasi bo'ladi. Bu yerda doim shunaqa boqishadimi? Kuniga 3 mahal. Bu esa loviya sharbati. Unga ham ko'niksa bo'ladi. Menga qarang. Haligi men kim bilandir gaplashishim kerak. Meni ozgina ishim bor. Menga bir bo'lak temir kerak. Kimga murojaat etsam bo'ladi? Bu yerni zo'ravoni kim o'zi? Agar birorta narsa xarid qilish, sotish, qarzga olish maqsading bo'lsa, Tishtokar alvastiga uchrash. Tishtokar? Zindon tish shifokori. Uni oldiga qanday kirsam bo'ladi? Buni yo'li oson. Yo'q. Bu yoqqa kel. Salom. Bu hech narsaga yaramaydi. Hammasini sug'urib tashlash kerak. Sug'urib deganingiz nimasi? Jahimni ochib qaraganingiz ham yo'q-ku. Mana bu yerga o'tir. 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 Obaki dondonni yeysanmi? Axir shifokorsiz-ku. Odamlarga shirinlik bermang. Nega? Axir tishlarni rasvo qiladi. Safsata. Safsata emas. Menga qara, u yerda kimsan o'zi? Shifokor menmi yoki sen? Men shunchaki, hoy, nima qilyapsiz? Seni qayishlar bilan bog'layapman. Qayishlar bilan? Nega axir? Senga qulay bo'lsin deyman-da. 3 karyesning 3 ta sababi bor. Birinchisi noto'g'ri ovqatlanish, ikkinchisi tishni tozalamaslik, uchinchisi yovuz ajinalar. Ana shunaqa ko'rdingmi? Mana. Xo'sh, bunga nima deysan? Men yaxshiman. Ana bu. Xo'sh, og'zingni och. Xo'sh, aytchi, og'rimayaptimi? Juda soz. Qani, agar mana bunday qilsak. Yo'q, to'xta. Chirigan tish shekilli tashvishlanma. Endi bir xalta sehrli tishlar bor. Mana hozir ko'rsataman senga. Mana. Yana qanaqa tishlar? Menga sizning yordamingiz kerak. Yordammi? Ha. Menga bunaqa kalit yasab bersangiz degandim. Mana bunaqa. Haqqini to'lash qanaqa bo'ladi? Hozir. Mana buni ko'ryapsizmi? Bu qo'lda yasalgan soat millari yurib vaqtni ko'rsatadi. Bu sof oltindan. Oddiy bir soat-da. Axir bu Rolex-ku. Sof oltin. Ishqilib bu qalbakisi emasmikin, ha? Yo'q, nimalar deyapsiz? Hoy, anqayma! Shahzoda Vendilning izvoshi, to'sinni ko'tar! Bintown bo'ylab to'xtamasdan o'tib keldi deysizmi? Bu chorshanba kungi gap, o'shandan beri undan darak yo'q. U hech qayerda to'xtamagani uchun odamlar alamzada. Toj kiyish marosimiga kelmoqchi emas. Shahzodaning bunaqa odati yo'q edi, yo'lga chiqsa hech kimni xabarlamasa. Balki u toj kiyish marosimidan hayajondadir. Tezda yetib kelishiga ishonchim komil. Yalmog'iz malika erkinlikda yurganini yoddan chiqarmang aslo. Vendil qara axir. Qirollik unga muhtoj bo'lib turgan bir paytda qayoqqa yo'qolib qoldi ekan. Ishlari juda ham chatoq. Rasvo bo'ldik. Axir bu dahshat-ku. Nima bo'lganda ham
Men hammasi muvaffaqiyatli va baxtli tugashiga ishonaman. Mayli. Shoyat shunday bo'lsa. Endi tanglik masalasini gaplashib olsak, mamlakatimizda zangori qo'ng'iroqchalar tanqisligi mavjud. Endi men toj kiydirish marosimida rang berish udumini o'zgartirishga majburman. Hushiga kelyapti. Bog'lab tashlaylik uni. Voy sho'rim. Sen endi shafqatsiz qirollikning asirasisan. Qattiq qo'l. Va beayov. Qanday jajji oyoqchalar, biram nafiski. Qirolligingda hukmdorlaring kim? Qirollik? Eng katta boshliqlaring kim? Prezident! Wendell bizga qarshi urush ochish uchun mamlakatingda qo'shin to'plamoqchimidi gapi? Yo'q. Va biz seni uzoq qiynab o'ldiramiz. Bilgan narsalarimning barini aytib beraman. Avval qiynoq, keyin suhbat. Odatda shunaqasi ko'proq ish beradi. Eng asosiysi azoblash. Dadam keldi. Dada, nega doim shu poyafzalda yurasiz? Chunki mening butun qudratim shunda. Unda dunyoga hukmronlik qilaman. Mayli, boshmog'ingizni yeching. Xo'sh, qayerda edilaring? Bu kim bo'ldi? Axir sizlar itni olib kelishlaring kerak edi shekilli. La'nat o'sha ko'ppakni unuting ota. Biz noma'lum qirollikni kashf etdik. Afsonaviy 10-qirollik. O'sha afsonalarda aytilgan. Yolg'onni bas qilinglar, hech qanday 10-qirollik yo'q. Bu jodugar bizni gugurt qutisiga joylab qo'ydi. Sizlarni zindon band qildimi? Shu qiza? Ha, ota, shunday. Sizlarni asirga olgunlaricha qancha askarlarni yer tishlatdilaring? 9 ta. Bittasi ham tirik qolmadi. Xo'sh, savalashni kimdan boshlay? Qariga, Dada, rost gapiryapmiz. Mana buni ko'ring. Film dahshat.net saytidan yuklab olindi. bularni aka-uka jiplar deyishadi. Qo'shiqni o'lim oldidan boshlanadigan tana qaltirog'i uchun kuylashadi. Demak, qirolicha mendan haqiqatni yashirgan. Shahzoda, men kalitni uddaladim. Oh, juda soz. Zindon boshi hozir oshxonada navbatdagi zaharlangan ovqatni tayyorlayapti. Bundan foydalanib qolishimiz kerak. Eshikni och. Bu yerda zaxira soqchi kiyimi bor. Sen uni kiyib, meni turmadan olib chiqib ketasan. Tezroq bo'la qol, qani tezroq. La'nat kalit tushmayapti. Aylanmayapti. Judayam og'riqni yoqtirasan shekilli. Yo'q, siz noto'g'ri tushundingiz shekilli. Men ketayotib eshikka qoqilib tushdim. Eshigingiz oldida paydo bo'lib qoldim. Keyin mana buni topib oldim. Yerto'laga olib tushib, xivich bilan 50 darra urilsin. Qani? Yo'q, kerak emas. Bunga zarurat yo'q. Men iflos kiyimlaringiz bo'lsa yuvib beray degandim. Meni kechirasan, shunaqa bo'lib qoldi. Yo'q. Menga qarang. Men shunchaki Bu yoqqa kel, Mittoy. Ye qol. Buni yegach, uzoq uyquga ketasan.
menga raqs tushib ber. Tugatganingdan keyin esa qirolligingni qanday bosib olish mumkinligini aytasan. Bilasizmi, men raqs tushishni bilmayman. Mana buni kiyganingdan keyin qanday raqs tushganingni bilmay qolasan. Qip-qizarib qiziganda meni uyg'otinglar, xo'pmi? Izvoshni yashirib shahzoda uchun xona hozirlang. Qadamingizga hasonat. Biz sizni juda sog'ingandik, hazrat oliyalari. Kim bu? Bu qadim zamonlarda olma bilan opog'oyni zaharlagan malika. O'sha paytlarda u barcha 9 qirollikdagi eng qudratli ayol bo'lgan. Bu esa malikaning 5 qasridan biri edi. Unga nima qilgan? Malikani qo'lga olishganda oyoqlariga ko'mir yoqib eritilgan po'lat boshmoqlar kiydirishgan. Va shu ahvolda opog'oyning nikoh marosimida raqs tushishga majbur qilishgan. Bechora qorda qon talash, jizg'anak bo'lgan oyoqlarini sudragancha eng yaqin botqoqni qidirib izlagan. Bu jismonan mahv etilgan ayol o'z davrining eng buyuklaridan biri bo'lgan. Lekin bariga qaramay sehrli oynani o'zida saqlab qolgan va o'ziga izdosh tanlagan. Va u tanlagan o'sha izdosh men bo'laman. Men bu ishni yakunlab qo'yaman. Va opog'oyning sulolasini to'liq yo'q qilaman. Yo'limni to'smoqchi bo'lgan ahmoqlarga esa faqat rahmim keladi. Film Nurafshon TV telekanali buyurtmasiga binoan Global Dub studiyasida dublyaj qilindi. Filmga aktyorlardan Mohira Nurmatova, Hoji Akbar Komilov, Elbek Mirzohidov, Akmal Soipov, Dilbar Abdukamolova, Sayfiddin Fayziyev va Otabek Rahmatovlar ovoz berishgan. Dublyaj rejissyori Dilmurod Abdulhamidov, ovoz rejissyori Bunyod Shuhratov, muharrir Sunnatilla G'ulomov, prodyuser Murodilla Toshmatov.